Kelayotgan bahorni Koreyada talaba sifatida kutib olmoqchi bo'lganlar diqqatiga. 10-201 Agency jamoasi sizni hayratda qoldiruvchi va topik olishga undovchi yangi taklifni ilgari surmoqda. Topik 3 darajasi bor o'quvchilar uchun 100% grant. Birinchi semestrga, adashmadingiz, 100% grant. Har semestrda 300 ming wondan stipendiya olish imkoniyati bizda mavjud. Ushbu imtiyoz bilan biznes menejment, turizm, mehmonxona xizmati, oshpazlik va boshqa yo'nalishlarni Koreyada o'rganing. Qolaversa, universitetdagi darslar haftasiga bir kungagina mo'ljallangan. Bu taklif topiki bor tanishlaringizga va topik darajasini kutayotgan do'stlaringizga ham yoqadi degan umiddamiz. Ular xabar topishi sizdan, bajarish bizdan. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki bo'lmasa kommentariyada 201 so'zini yozib qoldiring.